berasiz deyapti. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar bilan. Charchamay kech kirganda bezovta qilyapmiz endi. Lekin yaxshi niyatda bezovta qilyapmiz, Xudo xolasa. Kelishimizni kutmoqsizmi? Farzandlar aytib qo'ymadimi ish qilib, bola keladi. Yaxshi bizni loyihamiz surpriz loyihasi, Xudo xolasa kutilmaganda shunday bostirib kelaveradi. Uzoq umr ko'ringlar, sog' bo'linglar. Barcha farzandlaringizni nomidan yetib kelyapmiz. Qizlaringizni Bahodir aka, Baxtiyor aka, Azizbek akalarning nomlarida musofirda, farzandlaringiz nomiga ana shu nomlarda hamda opamiz nomidan yetib kelyapmiz. Chiroyli bizdan keyin duolar qilib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Endi bizni loyihamiz surpriz loyihasi, birov bilmaydi, aytilmaydi, shunday bostirib kelaveradi. Boshqalar siz tug'ilganingizga uzoq umr ko'ring, baxtimizga doim mana shu bolalarni nevarangiz baxtiga doim sog' bo'ling, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, doimo duogo'y bo'lib o'tirish nasib qilsin. Endi mana shu farzandlarni birma-bir qarsaklar ostida Xudo xolasa topshiramiz farzandlaringiz nomidan. Guldiroz qarsaklarimiz bilan. Rengi sifatida deydimi, shunaqa tug'ma qobiliyatimiz bor. Bugun sizga Xudo xolasa foydalanamiz. Agar qo'li bo'shlar, taom yoshini taxmin qilib to'g'ri topamiz. Agar qo'li bo'shlar, biz to'g'ri topib qo'ysak, qarsaklarni boshqatami malades uka deb qo'yasizlar yetadi. Agar bitta qo'lda videoga olayotgan bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillarga yurib ko'rasiz, qarsag'imizda qabul qilaveramiz. Hop. Sizni yoshingizni farzandlaringizdan so'ramadim, akamizdan so'ramadim, opadan so'ramadim. Taxmin qilib rang yetib ko'raman. Siz bugun 20 yoki 21 yoshga kirdingiz. Buning uchun ikkita sonni aytyapman, 20 Xudo xolasa bunaqa yoshdan ko'pini ko'ringlar, doimo sog' bo'lsin. Hozirlarga borgan bo'lsanglar, yana boringlar, katta umr safarlariga borib, Xudo xolasa kelganinglarda Qizil daroshkalarda Xudo xolasa chiroyli qo'shiqlar, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik biz jamoamizga Xudo xolasa nasib qilsin. Xo'p, endi boshqa sizni bitta zakaz bitta she'r bor sizingizga, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aytamiz, farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Bu dunyo sinovli, yolg'onchi dunyo. O'tgaydir umrlar misli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmassiz kabi dardkashim otam. Sizinglar bordurman ichra keng jahon. Shukurimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbingiz og'ridir, bo'libman nodon, doimo kechirgan rahmli otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim. Siz borsiz omondir ko'kdagi oyim. Shubha yo'q aytarman har yerda doim. Tog' kabi sarviqor osmonim otam. Joningizga jon bo'lolmas afsus. Bo'lsa edi berardim sizga bu umrim. Inshaalloh ko'rgaysiz gullagan bog'im. Nuri ila yotqizgan jahonim otam. Farzandlaringiz nomidan endi yana bitta farzandlaringiz nomidan chiroyli ota haqida qo'shiq bor, qo'ldan kelgancha qabul qilasizlar. O'ylaydigan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davriga boy deganlar, men odamdan boyman chunki odam bor. Nefesinden uğradı reyhanlara, gıybet kılsak gülebilsen yamanlara. Ne adamdan boylan çünkü yoktan var. İzlerini izlerken kadem var. Boy
ko'zida demak mayli degan narsani ko'rdimda. Nima uchun bu bola otalarga aytadi-yu, onalarga aytmaydi degan narsani hozir ikkita o'tkazsa men sevsam, onamiz uchun ham qo'ldan kelgancha qo'shib qabul bo'lsin. Suyanganimda umarim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda umarim, ko'zimning nuri onamdir. Menga o'zim zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga o'zim zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Dilagim didor, onajonim nafasing bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Onam, onajonim, onam, mehribonim. Onam, onajonim, onam, mehribonim. Jonimdan intilmagan, Allohdan bo'lmagan, kechganlarim kanam ko'rmagan, ko'zimning nuri onamdir. Jonimdan intilmagan, Allohdan bo'lmagan, kechganlarim kanam ko'rmagan, ko'zimning nuri onamdir. Uzoq umr ko'ring, sog' bo'ling, doimo farzandlaringiz baxtli, barcha yaqinlaringiz baxtiga, Xudo xohlasa bundan keyingi yoshlaringiz ham kelib tabriklashlik. Onamizga Xudo xohlasa qo'ldan kelgan harakat qilamiz kelishga, bizning onamizga nasib qilsin. Endi boshlig'i mana shu bizning kameramizga chiroyli ezgu niyatlaringizni, bizga aytgan opalarimizga duolaringizni qilib qo'yasiz. Faqat haligi dejurniy gaplar shart emas. Bolam ozib qoldi, kamburpoq qancha jo'natasan degan gaplar shart. Albatta hozir mana shu kameramizga duolaringizni qo'yasiz. Nima shunaqa ko'pchilikda so'rab o'tsangiz yaxshi bo'lardi-da. Amin. Doimo tinchlik, omon bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Mana shu bugungi xursandchiligimiz sabablari ham mana tinchligimiz, mana shu doimo hammamiz sog' salomat yurganimizdan bo'lyapti. Doimo mana shu Usmonning sog' bo'lsin, tinch bo'lsin. Bizni baxtimizga mana shu bolalarimiz, o'g'il-qizlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu doimo mana shu ishlarni sog'lik, salomatlik istib biz ham xursand bo'lamiz. Hammamiz shu birgalikda yaxshi hayot kechirib, sizlar ham mana xizmat qilishdan charchamanglar. Doimo mana shunaqa odamlarni mana xursandchilik kunlarida xizmat qilib, mana shunaqa kuylar, qo'shiqlar aytib, doimo mana shunaqa xursandchilik bilan yurishga sizlarga ham nasib qilsin. Hammamizga Xudoyim umrimizga, rizqimizga Xudoyim nasib bersin. Hammamiz doim tinch, salomat bo'lib, xursandchilik yana ko'rishadigan bo'lsa, ko'rishib o'tamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi o'tkazib olinglar.